O'zbekistonda yangilik veloskuter hamda skuterlarimizni sotuvlari davom etmoqda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bularga prava talab qilinmaydi. Mana bunday sertifikatlari bilan jo'natib beramiz. Tezlik quvvati 25 dan oshmaydi, motor quvvati 240 vattni tashkil qiladi. Ma'lumotlari oldi balon 20 lik, orqa balon 18 lik bo'ladi. Akkumulyatorlari 5 talik bo'ladi. Bitta to'liq quvvatida sovuq kunlarda 40 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tsangiz bo'ladi. Zaryadi tugab qolsa, pedaldan haydab ketish imkoniyati ham bor. Haydovchi uchun mana bunday qulay joylari bor. Hamda yuk tashish uchun mana bunday qulay aravachasi bo'ladi. Qisqacha ma'lumoti, ichki tarafi uzunligi 1, eniga 80 sm. Sidinasini og'darib qo'yadigan bo'lsak, mana bunday bo'ladi. Mana ikkita yoshroq bola yoki bitta kattaroq inson bemalol o'tirib ketsa ham bo'ladi. Og'ish holatlari kuzatilmaydi. Tezlikda ham o'zini juda yaxshi tutadi skuter. Ko'rinishi xuddi shunday, ranglari qora, seri va bordovoy qizil ranglaridan bo'ladi. Komplektida zaryadka bakovoy bor. Mana bunday holatda. Mana akalar, narxi $600 chiqadi. O'zingizlar bitta baho berib ketasizlar va mana bunday maloshniy skuterimiz lotkali hisoblanadi. 4 ta akkumulyatorli, bitta to'liq quvvatida 30 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. 3 ta odam bemalol olib ketish xususiyatiga ega bo'ladi akalar. Buni narxini $580 ga chiqarib beramiz va buni kattaroq bo'lsin deganlar bo'lsa 16 balon 5 ta akkumulyatorli varianti. Bitta quvvatida 30-40 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Buni narxini akalar $550 ga chiqarib beramiz. Ya'ni aksiyaga tushgan holatda. Mana bu yerda bosilmagan akkumulyator holatlari va bu yerda terilmagan holatlar akalar. Xohlasanglar terilgan holatda, xohlasanglar terilmagan holatda jo'natib berishimiz mumkin. Albatta, qanaqadir savol bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar va videoga like bosib, xuddi shunday skuter qidirib yurgan yaqininglar bo'lsa, videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Salomat bo'linglar.